Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Sizlar bilan bugun mana trekkerimiz kelgan. Trekkerimizga yumshoq qilish uchun keyin dugurdab qattiqlaydi. Ham amortizator moy qo'yib borgan mana. Ko'rishingiz mumkin. Hali ko'p yurmagan. Prujina qattiq mana Cobalt prujina. Endi bu yerga xudo xolasa yangi salim blok qaqamiz. Amortizatorini o'zini tuzatyapmiz mana. Mana amortizatorini o'zini tuzatyapmiz. Ko'ramiz, bo'lmasa uni ham Cobalt qo'yamiz. Mana polni chiloqlarni ochib, trekker ikkimiz bu. Oldin trekker birini ko'rsatgandik, endi trekker 2. Videoni ko'rib boringlar. Oxirida adres ko'rsatib o'tamiz. Nimalarni qo'yganimizni, qanday qo'yilganlarini. Keyin esa oxirida kelib rezultatni ko'ramiz. Telefon nomer, adreslarni ham ko'rsatib o'tamiz. Shunaqa xizmatga kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Ko'ryapsiz, pistoletni chiqaramiz hozir. Xudo xolasa qo'l ishlatmang. Eskisini çıkarıp aldık. Hozirgi yangisi bilan farqini kuzatamiz. Farqiga ahamiyat bering. Rezinka bilan plastmas. Mana rezinka. Telefona kalktı xudo xolasa. Mana amortizator, prujin, salim blok hammasini almashtirdik. Xudo xolasa mashina yumshoq bo'ladi. Mana ko'rib turibsizlar. Bunga amortizatorni lekin Cobalt olmak qo'ymadik, o'zinikini tuzatdik. Mana salim blok qo'ydik, polni quyma qo'ydik, yoki plastmasada. Hozir quyma qo'ydik, ham Cobalt prujin qo'yganmiz, tega alyuminiyam qo'yganmiz. Chunki cho'kib qolmasligi uchun. Past qiladi bo'lmasa. Mashina cho'tki bo'ldi, xudo xolasa. Polni telarini mana ko'rib turibsiz, hamma narsasini almashtirdik, faqat biz ortini o'tdik. Egasi oldiga tegishtirmadi. Hozir oldiga shart emas, faqat keyin dedi, ortini o'tdik. Naqdga bo'ldi. Adresni ko'rsatib o'tamiz. Mana Hadoya Marzata, mana telefon nomer 511 0171 97'lik. Keyin sizlar adresni to'liqroq tushuntirsak, bu tarafdan kelganimizda Daritalda o'tgandan keyin Urdu, Urganchlar o'tgan instituti, uni o'tgandan keyin peshixod svetofordan keyin 300 metrda yana 10 qo'ldamiz bizning ishimiz. Yana bu tarafda Barner, Aquadan keyin bizaniki. Bu tarafdan kelganingizda mana Indabochayxona, Ko'naqamish, shundan yurib svetoforga kelib, svetofordan chap aylanasizlar. 500 metrdan keyin Aquadillerning yo'lni bu tarafında. Keyin aran tarafdan Dehqon bozor tarafdan kelsangizlar, Dehqon bozordan svetofordan to'g'riga o'tib Yoshlar ko'lidan keyin Yoshlar ko'lidan keyin o'tib svetofor keladi. Do'ppa to'g'ri kelsa Yoshlar ko'lidan keyin ulug' katta svetofordan 10 qo'l aylanasizlar. 500 metrdan keyin yurib yechil aylanmay mana Aquadillerning bu yo'lni bu tarafida. Mana yurib kelaverasiz mana Hadoy amortizator. Telefon nomerlarimiz ham bor.